Assalomu alaykum. Bugungi brifing davomida O'zagrolizing aksiyadorlik jamiyati tomonidan joriy yilning o'tgan 10 oyi davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumot berib o'taman. Mamlakatimizda qishloq xo'jaligi korxonalarini zamonaviy, energiya tejamkor texnikalar bilan ta'minlash, qayta ishlash va saqlash majmualarini barpo etish, shuningdek agrar sohani yuqori unumdorlikka ega texnikalar bilan keng qamrovda jihozlash jarayonida lizing xizmatlari imkoniyatlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. O'zagrolizing aksiyadorlik jamiyati 26 yildirki O'zbekiston lizing bozorida yetakchi o'rinni egallab kelmoqda. Jamiyat ushbu yillar davomida qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirish, aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan barqaror ta'minlash hamda mamlakatimizning agrar sanoat xavfsizligini ta'minlashga munosib hissa qo'shib kelmoqda. Shu davr mobaynida jamiyat tomonidan qariyb 100 mingdan ortiq umumiy qiymati 9 trillion so'mdan ziyod qishloq xo'jaligi texnikalari lizing asosida yetkazib berildi. Bugungi kunda lizing operatsiyalarini amalga oshirishda belgilangan imtiyozli va maqbul shartlar natijasida respublikamiz qishloq xo'jaligiga yetkazilayotgan texnikalarning taxminan 70% O'zagrolizing aksiyadorlik jamiyatiga to'g'ri kelmoqda. Muhtaram Prezidentimizning alohida e'tiborlari tufayli joriy yilda jamiyat ustav kapitali 1 trillion 16 milliard dollar ekvivalenti miqdorida oshirildi. Bu esa xorijiy moliya bozorlaridan to'g'ridan-to'g'ri yirik mablag'larni jalb etish hamda jamiyat faoliyatini yangi bosqichga ko'tarish imkonini berdi. 2025-yilning o'tgan 10 oyi davomida jamiyatning hududiy filiallari orqali qishloq xo'jaligi korxonalariga 5043 dona turli rusumdagi texnikalar umumiy qiymati 4 trillion 316 milliard so'm miqdorida lizing asosida yetkazib berildi. Yetkazib berilgan texnikalarning asosiy qismini paxta terish mashinalari tashkil etib, 2025-yilda 957 dona paxta terish mashinasi topshirildi va ularning umumiy qiymati 3 trillion 341 milliard so'mdan oshdi. Shuningdek, traktorlar, g'alla o'rish kombaynlari, omochlar, kultivatorlar, tirkamalar, ekish seyalkalari hamda boshqa turdagi zamonaviy texnika va mexanizmlar ham respublika bo'ylab lizing oluvchilarga yetkazib berildi. Natijada joriy yilning 10 oyi davomida lizingga berilgan texnikalar hajmi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 176% ga oshdi. Mamlakatimizda paxta terimi jarayonini to'liq mexanizatsiyalash, terim sifatini oshirish hamda sohaga malakali kadrlarni jalb etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar ham amalga oshirilmoqda. Zamonaviy agrar texnologiyalarni joriy etish sharoitida mexanizatorlarning bilim va ko'nikmalarini yangilash va amaliy tayyorgarligini kuchaytirish alohida ahamiyatga ega. Qishloq xo'jaligi vazirligi, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasining 2025-yil 15-oktyabrdagi qo'shma qaroriga muvofiq O'zagrolizing aksiyadorlik jamiyati hamkorligida Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda paxta terish mashinalari mexanizatorlarini tayyorlash va ularning malakasini oshirish bo'yicha zamonaviy nazariy amaliy o'quv seminarlari yo'lga qo'yildi. Mazkur o'quv jarayonlari davomida respublika bo'ylab 1000 dan ortiq mexanizatorlar paxta terish mashinalarining konstruktiv tuzilishi, ishlash mexanizmi, boshqaruvi va xavfsiz ekspluatatsiyasi bo'yicha amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etib, zarur ko'nikmalarga ega bo'ldilar. Ushbu tashabbus yig'im-terim jarayonining samaradorligi va sifatini yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qilmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.